Вообще. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtolizer bugun sizlar uchun GT53 taqdim etadi. Narxi 108 ming test drive boshladi. Salonimizga xush kelibsizlar hurmatli obunachilarimiz. Nima qilamiz? Sport Plus'dan boshlaymiz. Salonimizni ko'ryapsizlar. Полностью karbonoviy отделка. Avtomobilimiz juda yurishlari zo'r. 435 ta ot kuchi bu avtomobilimizda 4,5 sekund 100 gacha. Bu avtomobilimiz sal жесткий, sababi полностью подвескasi sportivniy qilingan bu avtomobilimizda va bu avtomobilimizning eng katta pluslari bu albatta video hurmatli obunachilarimiz. Juda chiroyli ishlangan. Upravляемость hamma narsa на высшем уровне. Обогрев сиденья, бурмистер акустика, 360 kamera, mana qaranglar, avtotormojeniya mashinani ko'rib o'zi to'xtab beryapti chalg'iganinglarda. Endi bu hozir to'xtamadi, o'zim to'xtadi bu. Bundan tashqari AMG sidenyada дополнительный komfort beradi sizlarga. Avtomobilimizda rejim vojdeniya ikki taraflama o'zgaradi hurmatli obunachilarimiz. Xohlasanglar ruldan, xohlasanglar mana bu yoqdan o'zgartirasizlar. Undan tashqari mana bu sportivniy podveska, bu yoqda stabilizatsiyani o'chirib yoqish, mana orqa kriloni ko'tarish hurmatli obunachilarimiz. Vujud rullarini qaranglar, полностью karbondan qilingan. Mana buni o'chiramiz-da. Avtomobil ko'tini otishini ko'ramiz. Вообще cho'chitadi avtomobil hurmatli obunachilarimiz. Hozir qilganini ko'rdinglar, voychi odam. Bu avtomobilni mashinani haydash biladigan olish kerak. Sababini ko'rdinglar, hozir bitta движение qilaman deb qancha pulga tushish mumkin. Bu avtomobil наличный zakaz, hammani avtolizda tutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.